Bu uchinchisi-ku. Katta keladi. Katta eshikamiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydi ekan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatlik, saatlaringiz qutlug' bo'lsin aya. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şöyle. Akras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayam sho'da. Meni ham. Menga bu kartochka olib beradi. Menga sariq. Nima bu? Shuncha seni organizatordan ichida hamma narsasi. Ko'pirsini aldab qo'yish kerak. Ularga ham berishdimi? Yaxshi. Chayon. Aldina qarang. Smeshga tushganing. Aytga dushi solib yuraveradi. Va Abdulla qarang nima bu? Yo'qmi seriozmi bu narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatan. Kichkina tuyulishi mumkin. Sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Raspakovkani mehr beriladigan. Bitta ko'ring aka. Hoş geldiniz. Aka, mehr muruvvat keldi-yu aka. Qo'ravoyni ko'rsangchi, qo'chqarcha. Zo'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Zot bir qanaqadir bu. Aniqligini bilmayman lekin ruhini ko'ring aka. Mehr berib boqiladigan. Sistema xudo xolasa qo'chqarcha. Aka, niyat qildim xudo xolasa keyingi yilgacha qo'chqarcha to'playman. Hamma ham endi sharoitiga qarab, finansiga qarab ish tutiladi, to'g'rimi? Bizda vaziyat, byudjet mana shunaqani ko'taryapti. Ukalarimni ham bu bitta motivatsiya o'rnida bo'ladi, xudo xolasa. Sharoit bormi? Libboy hunar egasidan ham oshinish bo'ladi, jicha. Oz-ozdan olib turib, bir yil boqsa xudo xolasa, sharoit boricha. Sekin-sekin. Ko'payib qoladi. Qo'y boqqan odam keyin biladi qo'yda baraka qanaqaligini. Men ham yaqin-yaqindan beri endi bilyapman. Bir motivatsiya bilan bo'lishaylik. Voy jonidan, jonim meni, voy jonim meni. Turib berishiga nechi va turib berishiga. Simban o'rniga bo'ldi bu endi. Yurinchi vaqa. Janon, mushik. Ko'pchilikdan eshitdim, sutda rasvot bo'lib ketib qoladi-yu deydi. Sutda rasvot yo'q, bir oy boqiladi xolos sutda. Sekin balki kattasini xudoyim nasib qiladi. Avvalo tajriba va birinchi bo'lib ilmini o'rganish kerak bu narsa. Mehr berib katta qilaveraylikchi, bir gap bo'la. Hozir endi zir bo'laylik endi. 3 ta so'ska bo'lgani bilan 3 ta qo'l yo'q-ku. Navbatdan. Yaxshimi? Bismillah. Uy, yomon qattiq u bet. Yok, saya dulu. Apalafga qo'yib bir ideyani haqiqiy yomoniga kelib qoldi. O'zimcha o'ylab qoldim-da. Hozir bitta qo'yib yuborsak, bu gaprazda barg'larimiz zerikib qoladi. O'yladimki, manaqdan sharshara qilaman dedim. Endi hozir ideya kelyapti, daraxtlardan sharshara tushib, maydan sal kichikroq, hech bo'lmasa bir 20 sm-ga 10 sm bo'lib, suv tushib, ikki tomonga sizadigan qilsam deb o'ylab qoldim. Suvni basseyndan sharshara tortib oladi, tushiraveradi, aylantirib, sirkulyatsiya bo'lsa, shu hozir kelib qoldi. Mana beton qo'yib yuboradigan bo'lsam, yana buz, yana boshqa ish bo'lib ketarmikin deyapman-da. Mashina menimcha qo'yganda yaxshiroq, ha? Suv aylanib yuraveradi-da. Sharshara yo yoqda, yo bu yoqda bo'ladi. Xudo xolasa.